112 magazin Xiva Elektroset buyum bozori 5-Xatardagi shaxlabkamni magazinni ko'rsatacakman. Toza narsalarga qiziloqlar. Shu ko'rib turgan shimlaringiz 160 ming so'm. Xatari bilan ishontirib keladi. 160 ming so'mdan. Ina yubkalaridan keldi azizlar. Svetlari bor. Qora svet ismi. Ina xohlagan svetlaringizdan bor. Endi jinsi svetlari keyin imidi toza degan ajoyib. Şimdi bir yuklar bular 170 ming so'm azizlar. Dim xushro'y turadi elinizda. Bam 170 imidi svetan bor ina. Dim xushro'y. Ina yeng etib ishlangan, ina dim chiroyli. Keyin ina beremenli qizlar uchun shunday iberlari yumshoq, xilam degan. Beremenli qizlar shunday qizlar bemalol 112 magazin shaxlabkam yana kelsangizlar bo'ladi. Yana hammalar qizlar jallar inaslar uchun ajoyib sarafonlar degan. Sarafonlarni 250 devadasi. Ina koftasi bilan 250 ming so'm ekan azizlar. Unda jinsi xillari 300 ming so'm. Bular 120-150 ming so'm o'quvchilarniki. Keyin imindin rubashkalar degan ichini maychkasi bilan 165 ming so'm. Svetlari bor azizlar. Kelaverasizlar. Azizlar, kanalimiz a'zolarına bu aytilgan narxlardan arzonat beriladi. Gelip aytishlaringiz kerak. Kanalimizda ko'rganingizni shunda arzarak etib olasizlar azizlar. Yubkalarning dim xushro'ylari degan azizlar, svetlari bor, toza modadagi yubkalar ina 180 ming so'm. Lekin qaytib beriladi kanalimiz obunachilarini azizlar. Ina svetlari bor, dim ajoyib xushro'y yubkalar degan. Ina qarasimdan boynana nechkindan kerak bo'lsa, dim xushro'y yubkalar ishida. Ina imindillarni xohlovchilar uchun ham boyna. Tovardim ko'p azizlar, yangiliklar ko'p. Ina yubkan imindi xilam degan. Dim xushro'y turadi qizlar. Ina yengil tekkina hibodim chiroyli. Ina yubkalar. Ina yangiliklar ko'p. Imindi chiroyli koftalarim degan. Shaxlabka bularni necha so'm dedingiz? 160 ming so'm ekan azizlar. Shubkalarmi? Shubkalar 180 ekan. Gelib bizlaringiz realni ko'rib olaverasizlar. Arzonroq beradilar azizlar kanalimiz a'zolarini. Kelaverasizlar Xiva Elektroset buyum bozori 112 magazin.